Voy. Senga nima bo'ldi, birodar? Biror yering og'riyaptimi? Voy jonim ey, ko'rmayapsanmi? Ertigim yirtilib, oyoqlarim yara bo'lib ketdi. Og'riqdan yura olmayapman. Hey, hech qisi yo'q. Menikini kiya qol. Ma, ola qol. Juda oq ko'ngilli ekansan-ku. Isming nima, birodar? To'g'rivoy. Meniki Agrivoy. Yo'l bo'lsin. Men baxtimni izlab ketyapman. Yo'limiz bir ekan. Kel ikkalamiz do'st bo'lib, baxtimizni topishda bir-birimizga yordam beramiz. Ha, roziman. Oting juda yuvosh ekan, jonivor. Meni oyoqlarim qavarib ketgandan yura olmayapman. Hey, xafa bo'lma do'stim. Do'st safarda bilinadi. Sen otimni minib ol. Men esa piyoda ketaveraman. Yaxshi qol do'stim. To'xta! Do'stingman deb nomardni ishini qilib ketdi-ya. Attang. Qasam ichib aytaman, o'g'irlangan not bilan, har boshlagan ishimni tugatganman mot bilan. Hey! Hop! Yaxshiyam ko'p dunyoda ishonuvchan lahmalar, shu sabab qiziq bo'lar ijrondagi sahnalar. Ishonuvchan odamlar, tinglang mening qo'shig'im. Siz bilan suhbat qursam, mochi bo'lar oshig'im. Buncha ham qorong'i ekan-a? Mana bu daraxtning kattaligini kavakda tunasam bo'larmikin-a? Yaxshi joy ekan. Xush kelibsiz, birodarlar. Assalomu alaykum, valiy hazratlari. Xo'sh, do'stlarim. Dunyoda qanday yangiliklar bor? O'rmon ortidagi tepalikda bir sichqon yashaydi. U har kuni o'zining uyasidan oltin tangalarini olib chiqib o'ynab, yana qaytarib olib kirib ketadi. Men sichqonning qiliqlarini miriqib tomosha qilaman. Buni demas qiziq. Men bitta qayrag'och daraxtini bilaman. Uning bargi har qanday dardga davo bo'ladi. O'sha yerda yashaydigan bir cholning go'zal qizi 7 yildan beri kasal yotibdi. Agar ana shu qayrag'ochning bargini ezib, qizga ichirsa, u allaqachon tuzalib ketgan bo'lardi. O'rmonning narigi chekkasida boyning bir otar qo'yi bor. Men har kuni uning ikkita qo'yini paqqos tushiraman. Cho'ponlar anchadan beri meni tuta olmay ovora bo'lib yurishibdi. Menga faqat peshonasida qora xoli bor oq it bas kelishi mumkin. Bo'ri aytgan boyning yilqisi ham bor. Men har kuni ulardan birini olib qochib ketaman. Lekin ana shu yilqilarning orasida bir tulpor bor. Kimdir o'sha otga minib,
meni yo'ldan eshilgan sirtmoq bilan tutib olib kaltaklasa, u yerga qayta yaqinlashmagan bo'lardim. Sizlarni hikoyalaringizni eshitib, rosa yayradim. Endi xayrlashamiz. Keyingi gal bundan ham qiziqarliroq hangomalar topib kelinglar. Buni qaraya. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan mo'jiza. Ishongim kelmaydi. Mana o'sha sichqonni uyasi. Qani, ko'raylikchi ichida nima bor ekan. Qani. Voh, haqiqatan ham oltin-ku. Mallavoyni gapi rost ekan. Kechirasan sichqonvoy. Sen oltinni nima qilasan? Baribir ularni yeya olmaysan. Yaxshisi buni evaziga senga onam yopgan shirmoy nonni beraman. Bilsang non oltindan qimmat. Juda buncha yoqimli. Men roziman. Assalomu alaykum otaxon. Nega xafa bo'lib o'tiribsiz? Ahvol chatoq. Bir ochko'z bo'ri har kuni kelib ikkitadan qo'yimni qiyratib ketyapti. Uni sira tuta olmayapman. Qayg'urmang. Siz mana bu pulga bozordan qora qashqasi bor oq it sotib oling. Otaxon, nima qilish kerakligini keyin sizga o'zim aytaman, xo'pmi? Rahmat senga. Sen qo'ylarimni bo'ridan qutqarding. Bu yaxshiliging evaziga senga 40 ta qo'yimni sovg'a qilaman. Yaxshi qimiz ekan. Qimiz yaxshi-yu, lekin ishlar chatoq. Qaroqchi yo'lbars sira tinchlik bermayapti. U har kuni uyurdan bitta otni o'g'irlab ketadi. Menga ola otingizni egarlab, yo'ldan to'qilgan sirtmoq topib bering. Qaroqchi yo'lbarsni adabini o'zim berib qo'yaman. Qo'lga tushdingmi qaroqchi? Mana senga ot o'g'irlamaydigan bo'lding endi. Baraka top o'g'lim. Qilgan yaxshiliging uchun mana shu tulporni senga sovg'a qilaman. Ayiq aytgan shifo baxsh daraxt shu bo'lsa kerak. Ke o'g'lim, xush kelibsan. Bemor qizingizni davolamoqchiman, otaxon. Ne, mashhur tabiblar bu ishni eplolmadi-yu, senga yo'l bo'lsin. Uni dardiga nima shifo bo'lishini men bilaman. Meni uni yoniga boshlang. Oh, bunchalar go'zal. Otajon, nega yig'layapsiz? Quvonganimdan qizim. Bu yaxshiligingni qanday qaytarsam ekan o'g'lim? Men qizingizni yoqtirib qoldim. Rozilik bersangiz unga uylanaman. Sen nima deysan? Men roziman. To'y bo'lyapti-ku. Sadaqa qiling.
Xudo xayringizni. Egrivoy, bu senmisan? To'g'ri, voy. Kela qol do'stim, yonimga o'tir. Bo'ldi gap yo'q. Bismillah esman chiqibdi. Menga qara, shuncha boyakni qayerdan orttirding-a? Xotiring ham xo'rliq ekan. O'sha kuni yurib o'rmonga borib qoldim. Keyin bir daraxtni kavagini topib tunadim. Tunda u yerga hayvonlar to'planib qiziq ishlarni gapirishar ekan. Bu ko'rib turganlaring ana shu tunning sharofatidan. Kavak dedingmi? Iye, qayoqqa ketyapsan, Egrivoy? To'yimizda mehmon bo'lmaysanmi? To'yini boshimga uramanmi? Men ham o'sha daraxtning kavagida tunasam, sendan ham ko'proq boyib ketaman. Mana o'sha daraxt. Kavagi ham bor ekan. Voy. Xo'sh, bugun qanday yangiliklar bor? O'sha kungi suhbatimizdan so'ng kimdir sichqonchamning oltinlarini o'g'irlab ketibdi. To'g'ri. Kimdir qayrag'ochning shifobaxsh barglari bilan cholni qizini ham davolabdi. Jabal menga qashqa itni olqishladi. Uning changalidan zo'rg'a qochib qutuldi. Tulpor minib olgan bir yigit bo'ynimga yoldan eshilgan sirtmoq solib, o'lguday kaltakladi. Voy! Bu nimasi? Kimdir bizni suhbatimizni aniq eshitgan. Tezroq uni topish kerak. Egri yo'l bilan baxtimni topolmadim. Shu balada omon qolsam, men ham to'g'ri yo'ldan yuraman. Ey Xudo, o'zing qilsan. Ushlaylar uni. Ana multfilm ham tugadi. Endi yuz-qo'llarimizni, tishlarimizni yaxshilab yuvib, joyimizga borib yotamiz. Buvijon va buvajonlarimizga, oyijon va dadajonlarimizga xayrli tun